Bu video yaqindagina ona bo'lgan yoki yaqinda farzandli bo'lmoqchi bo'lgan onajonlar uchun. Vitamin D farzandimizni birinchi tug'ilgan kunidayoq berishimiz shart. Sababi vitamin D rahitni oldini oladi, suyaklarni yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Vitamin D ni birinchi kundan 1 tomchidan to 4 tomchigacha ko'paytirib borish kerak va 4 tomchidan 1 yoshgacha to'xtovsiz beradigan bo'lsangiz, farzandingiz har taraflama yaxshi rivojlanadi. Ikkinchisi bo'lsa, bu albatta probiotiklar. Agar farzandingiz kechasi bilan yig'lab chiqmasdan va siz ham kechasi bilan yaxshi tinch uxlashni xohlaydigan bo'lsangiz, unda farzandingizni tug'ilgan birinchi kunidayoq probiotiklarni bering. Sababi farzandingiz ichiklaridagi mikroflorasida hech qanaqa disbalanslar bo'lmaydigan bo'lsa, farzandingiz yig'lamasdan va siz ham xotirjam uxlashingiz mumkin. Bu videoni kechasi bilan farzandi yig'lab chiqmasdan xotirjam tinch uxlashni xohlaydigan onajonlar uchun yuborib qo'ying.